Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Birodarim so'radilar, taloq qo'yish qanday bo'ladi? Taloq qo'yishlikni bir muayyan bir o'ziga yarasha sifatlari bormi degan ma'noda savol berdilar. Bu savol aslida juda keng savol, lekin biz taloq qo'yishlik ko'rinishlarini qisqacha aytishga harakat qilamiz. Taloq qo'yishlik bir necha qismga bo'linadi. Birinchisi ochiq taloq so'zi bilan qo'yishlik. Ya'ni er ayoliga sen taloqsan yoki talog'ingni berdim va shunga o'xshagan taloq kalimasini ishlatishlik bilan taloq qo'yiladigan bo'lsa, buni talaqun sarih, ochiq taloq deb aytiladida, bu holatda ayol kishiga taloq tushadi. Agarchi er kishi bu taloqni hazillashib bergan bo'lsa ham va jahli aqlini ketkizmagan darajada jahl ustida bergan bo'lsa ham, agar jahl shu darajada chiqsaki, aqlini ketkizgan darajada, ya'ni nima deyotganligini tushunmagan darajada va gapirgan gapi ham esida yo'q, qilgan ishi ham esida yo'q darajada aqli ketib qolsa, bu inson aqli ketgan majnun hisobida bo'ladida, talog'i tushmaydi. Lekin jahli chiqqan bo'lsa-yu, gapini tushunib turgan, nima bo'lganligini esda bo'lgan darajada jahl ustida aytsa ham yoki hazillashib, shunchaki hazillashib yoki ayolini qo'rqitib qo'yaman degan maqsad bilan ayoliga taloqsan yoki taloq berdim, taloq tushdi degan ma'noda gapiradigan bo'lsa, bu holatda taloq aniq tushadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Salasun hazluhun jidduhunna jiddun va hazluhunna jidd." 3 ta narsa bor, jiddiysi ham jiddiy, hazili ham jiddiy dedilar. Bu bittasi taloq. Qulni qo'yib yuborishlik va ayolni qaytarib olishlik. Demak, mana bu taloq agar hazillashib qo'yilgan bo'lsa ham yoki bir ma'nosini boshqa narsada ishlatib bo'lsam, ayolga sen taloqsan desa, bir taloq albatta tushadi. Bu ochiq taloq degan bir ko'rinish. Ikkinchi ko'rinish, ochiq taloq degan so'z ishlatilmaydi-yu, lekin ajrashishlikka olib boradigan, ajrashishlik ma'nosiga ega bo'lgan so'zlarni ishlatishlik. Masalan, narsalarini yig'ishtirib ota-onangni uyiga ketgin. Biz o'rtamiz ochiq. Biz boshqa yashamaymiz. Sen menga boshqa kerak emassan yoki qaytib kelmagin uyimga va hokazo. Bunaqa so'zlar juda ham ko'p, lekin buni ma'nosi insonda ajrashganligiga dalolat qiladigan so'z bilan taloq qo'yishlik bu holatda qaraladi. Agar er kishi mana bu so'zni ishlatilishligidan maqsadi, ichidagi bo'lgan maqsadi taloq bo'lgan bo'lsa, bu holatda taloq tushadi. Bir taloq tushadi. Maqsadi taloq emas, shunchaki so'z bo'lgan bo'lsa, qo'rqitishlik maqsadida, jahl ustida va hokazo nima bo'lishidan qat'iy nazar, lekin taloqni maqsad qilmagan bo'lsa, bu holatda taloq tushmaydi. Masalan, ayoliga kiyimlaringni yig'ishtirginda uyimdan chiqib ket, boshqa qaytib kelmagin desa, bu holatda aytamizki, bu gapingizdan maqsadingiz nima edi? Taloqni, ajrashishlikni maqsad qilganman desa, bir taloq tushadi. Yo'q, men shunchaki jahl ustida aytganman, lekin taloqni maqsad qilmagan edim, qo'rqitmoqchi bo'ldim va hokazo shunday bir ma'nolar aytsaki, lekin taloqni maqsad qilmaganini aytsa, bu holatda taloq tushmaydi. Bu taloq ko'rinishini biri ochiq taloq, ikkinchisi bu ma'noli taloq. Bu o'sha ma'nosini maqsad qilgan bo'lsa, ya'ni taloqni maqsad qilgan bo'lsa tushadi, maqsad qilmagan bo'lsa tushmaydi, chunki ochiq taloq kalimasini ishlatmagan. Yana bir taloqda ko'rinish bor, bu talaqun muallaq. Muallaqun bi shart deb qo'yishadi arab tilida. Bir shartga bog'langan taloq. Ya'ni er kishi aytadiki, mana bu ishni qiladigan bo'lsang, taloq bo'lasan. Yoki mana bu vaqt kelsa yoki mana bu ish sodir bo'lsa, sen taloqsan degan ma'noda aytadigan bo'lsa, aslan mana bu taloq shariatimizda joiz emas. Ba'zi ulamolar bid'at deydi, ba'zilar makruh deydi, lekin taloq tushadi. Ya'ni masalan er aytsaki, mana shu uyni ostonasidan chiqadigan bo'lsang taloqsan desa, mana bu gapni aytishlik bilan taloq tushmaydi. Lekin ostonadan chiqishlik bilan taloq tushmaydi, lekin tug'ishligi bilan taloq tushadi masalan. Yoki aytsaki, ota-onangni uyiga yoki mana bu shahardan chiqadigan bo'lsang taloqsan desa er ayoliga, bu shaharda ichidan chiqmagunicha taloq tushmaydi, ammo shahardan chiqishligi bilan bir taloq tushadi va hokazo. Lekin mana bu narsani mana bu ish sodir bo'lishligidan oldin mana bu gapini qaytarib oladigan bo'lsa taloq tushmaydi. Ya'ni masalan, shahardan chiqadigan bo'lsang taloqsan desa-yu
so'ng shahardan chiqishlikdan oldin yo'q bu gapini qaytarib olgan bo'lsa, yo'q taloq emasdan desa, mana bu ish sodir bo'lmaguncha taloq tushmaganligi uchun bu taloq so'ng ham chiqib ketsa ham tushmaydi. Shuning uchun bu bir shartga muayyan bir shartga bog'langan taloq deydi. Bu shart kelsa, mana bu ish bo'lsa taloq tushadi, mana bu ish bo'lmasa taloq tushmaydi. Mana shu taloq ko'rinishlarining ba'zisi edi. Yana idda talog'i bor. Idda xula talog'i bor. Bu xula talog'ini biz alohida bir savolda tushuntirib o'tganmiz. Allohu a'lam.